Diqqat, O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekistonda hozir dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Tezda barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi. Zilzilaning kuchi O'zbekiston hududiga ham yetib kelgan. Farg'ona tumanida 2 ball 48 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 277 km janubiy sharqda joylashgan. Magnitudasi 3,2 ball, chuqurligi esa 10 km. Epitsentr Botken, Qirg'iziston Respublikasi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolikka like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.